Assalomu alaykum do'stlar, yurtdoshlar. Xiva shahrida 330 kvadrat metrdan iborat bo'lgan shunday bir quvvatli joyning video obzorini qilamiz. Videomizni o'tkazmasdan kuzatinglar do'stlar. Hovlimiz 100% tayyor holatda, barcha sharoitlarga ega. Gaz, suv, svet transportlardan muammosi yo'q. Toshkentskiy planda qurilgan podvalına ega bo'ladi. Shunday skromniy darvozalar. Yurtdoshlar mulk egasi bilan bog'laymiz. Hech qanday makler xizmatlari o'rtada sizlardan hech qanday do'la so'ralmaydi. Prямо mulk egasi bilan bog'lanib savdolashib olaverasizlar. Narxini ham bir ajoyib bahada aytib turibdilar. Videomizni oxirigacha kuzatsangizlar, narxi bilan ham tanishtiramiz. Bir yandan danishib ketaveramiz. Darvoza eshiklarimiz ham shunday uzorli, ajoyib eshiklar qo'yilgan. Bu yerda yana domofonlarni ega, ya'ni kamera kuzatuv tizimlari ham bor ekan uyimizda. Ko'rishingiz mumkin, yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Joyimiz Yashiman degan maqsadda qurilgan, ayrim bir yaxshi maqsadlarga ko'ra sotuvga chiqdi do'stlar. Brushatkalar qilingan bo'ladi. Yon tomon, qo'shni tomon devorlarimiz ham baland solingan, shiferlar bilan obshivka qilingan. Fon fasadlar ishlangan. Kanalizatsiyalarimiz tashqi qismidan chiqarilgan bo'ladi yurtdoshlar. Balandligina gap yo'q, yana mramorlardan daji fasadning ko'rkalari ham, stupenkalari ham, eshiklar ham eng qimmatbaho eshiklardan Yashiman degan maqsadda joyimiz alinglaman deb turgan joy do'stlar. Aluvchilarga nasib etsin, havas etganlar, orzu istagida o'tirganlar, like'larni bosib beringlar. Musofirdagi do'stlar, hammangizga Alloh taolo shunday joylarni nasib etsin. Kommentariyada o'z yaxshi fikrini bildirib o'tirganlar, sizlar uchun oddiy to'xtalib o'tamiz. Joyimiz Yashiman deb qurilgan. Podvalni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Podvalni ko'rishingiz mumkin. Fundamentlardan ham e'tibor beringlar yurtdoshlar. Baland so'qilni bloklari, podushkalari mahkam. Gap yo'q do'stlar. Inang bu yerda nashnoy bralar ham bo'ladi. Kuzatuv tizimlari, kameralar ham bo'ladi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Geshda bir yoqib qo'ysa, ajoyib nashnoy fonarlari bilan. Ichkari qismini tanishamiz, kuzatishni davom etinglar. Aytib o'tganimizdan, maqtanimizdan ko'rib o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Uchotchiklar tashqi qismidan chiqarilgan. Eslatib o'tamiz, uyimizda elektronniy upravleniyalari, ya'ni katta stabilizator bor. Kontrolkalari bor do'stlar. Eshiklarimiz girish eshiklarini qalin, utepленный, qimmatbaho sifatli eshiklardan qo'yilgan bo'ladi do'stlar. Gaz uchotchiklarimiz ham tashqi qismidan chiqarilgan. Bilasizlar, gaz, suv, svetdan muammo yo'q bu territoriyada. Bismillahirrohmanirrohim. Shunday katta dalamizni kutib oladi. Döşelgan, remontdan chiqib turibdi, uzorli, shunday MDFdan освещениялы dizaynda ishlangan bo'ladi yurtdoshlar. Bir yandan danishib ketaveramiz. Girish qismimizda o'ng tomonimizda rakovinalarimiz o'rnatilgan bo'ladi. Oynalari do'stlarni ko'rishingiz mumkin, kafelari, smesitillari. Chap tomonda yana domofonlarimiz, video kuzatuv ulangan bo'ladi do'stlar. Euro stilda ishlangan sxemasi elektronniy tizimlarimizni. Eshitish tizimlari ham moshni joyimizda gap yo'q, plita bilan bosirilgan, pishgan karushdan qurilgan bo'ladi. Registrlar bu yerda yana dalanda. Tak, patologlarga keladigan bo'lsak, yurtdoshlar ko'rib turganlaringizdek. Patologlar, yana bu yerda даже stakan qo'yilib, kolonnalari, regirlari ko'rinib turibdi. Endi bu yerda ishlov berilgan. Doğruda oshxonamiz galinbiylarimiz uchun hozir ko'rib o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar. Katta oshxona. Bu yerda spalni bo'ladi. Bu yerda ham xonalarimiz bilan qator danishib ketaveramiz. Patologlarimizni aytib o'tdik. Chotki ishlangan do'stlar. Yaqindan kelib ko'rsangizlar, o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar. Yashash uchun, yashash maqsadida remont qilingan, qurilgan, sozlangan, taxlangan joy do'stlar. Ayrim yaxshi maqsadlarga ko'ra sotuvga chiqdi, ya'ni joyini kattaytirdilar, bundan ham ulug'roq joy oldilar. Lestnitsamiz zo'r ishlangan, ostidan foydalanadigan kladovishniy ham bo'ladi yana. Ko'rishingiz mumkin, bu yerdan bemalol o'zlaringizni zaruriy ehtiyoj asbob uskuna anjomlaringizni qo'yishlaringiz mumkin. Bir yandan danishib ketaveramiz, eshiklarimiz haqida aytib o'tamiz. Koronal eshiklari bilan steklanli ajoyib sifatli eshiklar. Hozirgi modniy eshiklar og'ir, ajoyib shpondan ekan. Daborlar ham girish qismida ishlangan bo'ladi. Aboylarga ham e'tibor beringlar. Patologlarga ham e'tibor beringlar do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, zo'r dizaynda ishlangan. Shuni chiroyli uzorlar, figuralar berilgan bo'ladi. Bordyorlar, oyoq ostimiz laminat pol, bir de shestikrayni uslubda ishlangan oynalar ham sifatli ramlardan do'stlar. Uyimizda даже kulchatorlarga ham e'tibor beringlar, o'zlari
sifatli montajlari, даже konditsioner tochkalaridan ham bor. Laminatlar ham chishkamni to'g'ri ko'pirtirib yuvib olaverasizlar do'stlar. Oshxonamizga giramiz. Gelinbiylarimiz kutib o'tiradi. Qani kuxnyani ko'rsat deb. Kuxnyaga girish eshiklari ham steklanli bo'ladi. Demak, sizlarga katta kuxnya, yarki kuxnya do'stlar. Kuxnya mebellariga ham e'tibor berib, vнимательно kuzatishlaringizni so'raymiz. Gaz plita tochkalari, endi bu yerda komfortga o'rnatib, pechkadek sanzar ham bo'ladi. Посудомоечницы, kafel fartuqlar. Endi bu yerda rozetkalar ko'p tashalgan, so'kajmalka, blender, mikrovolновый pech, в общем, мясорубкаlar uchun bu yerda vытяжкаларdan ham bor do'stlar. Ajoyib xonadonimiz mana olinglar deb turgan xonadon bo'ladi. Ko'p yashalmagan 6 oydan yerda yashalgan. Bu yerda Aristoni и hamma vaqt maqtidonimiz Airfel двухконтурный настенный котелlar. Bu yerda теплый пол управлениялari bo'ladi. В общем, joyimiz sifatli qurilgan, sifat darajasida gap yo'q. Bir nufuzli oilaning joyi do'stlar. Kelasizlar, ko'rasizlar. Savdalashib olaverasizlar. Sanuzel bo'ladi bu yerda do'stlar. Sanuzelga girish eshiklari ham ajoyib eshiklar, daborlar ham ishlangan bo'ladi. Oyoq ostimiz kafel, теплый pol. Divorlar ham yana shunday high-tech uslubda zолотистый ramkalar bilan. Unitazlari bu yerda yana platensa sushitellardan bor do'stlar. Bu yerda xohlasangizlar kir mashin qo'yasizlar, xohlasangizlar tahorat olishlik uslubiga qilib olsa bo'ladi. Rakovinasi, vannasi, postavkalari, smesitellari, tayyor освещениyalar, потолокga ham e'tibor beramiz. Sanuzeldan chiqamiz do'stlar. Bu anda yana o'zlarimizni Xorazmchasini aytganda erkaklar uchun zona do'stlar, bu yerda barbekyu zona bo'ladi. Zo'r ishlangan mangalni tochkalari, bir de gaz gelip ham turibdi, gaz tochkalari. Посудомоечный ham qo'yib qo'yibdi ekanlar. Bu yerda o'dillarni taxlab qo'ysa, o'jak ham bor. Bu yerda podvalga tushish qismi, podvalda aytib o'tdik, stabilizator elektronniy upravleniyalar uchun nazorat qiladi. Past balandini to'g'rilab turadi. Inshaalloh joyimizning ikkinchi etajına chiqamiz. Kuzatishni davom etinglar. Layklaringiz kerak do'stlar. Shu narsa bilan videomiz inshaalloh oluvchilarga yetib boradi. Bu yerdan buralar o'rnatilgan ekan. Aynalar, yarki nur tushib, ajoyib bo'lib turadi do'stlar. Lestnitsamizga qaranglar. Chiroyli uklon bilan shunga birib berilgan perillalar ham shuna moslashtirilgan ekan. İkinci etaja ko'tarilamiz, plita bilan bosirilgan bo'ladi. Laminat qilingan, devorlarimiz shunday ajoyib gulli ob'oylardan разный kombinatsiya qilingan, bu yana отдельно urilgan. Tak, bu yerda освещениyalar bor. Mana yaksa bo'ladi, в общем. Освещениyalar bor. Yanadi bu. Tak, balkon qismimiz bu yerda. E'tibor beringlar, patoloklarim zo'r ishlangan bo'ladi. Yana do'stlar. Gap yo'q, xonadonimizni inshaalloh obunachilarimizdan biridan nasib etki, duo qilganlar like'larni bosinglar, kommentariyada ilohim sizlar ham nasib etki, bizlar ham nasib etki deb yaxshi fikrlarni bildirib qo'yasizlar. Hovlimizga qaragan balkon qismi ajoyib. Moshni solingan do'stlar, kelib ko'ringlar. Joyimiz feyzi o'zini ochib turibdi. Spalni bu. Ichida sanuzellarga spalni do'stlarlar. Görüp turganlaringizdek, освещениялari, patoloklar ham zo'r ishlangan. Bu yerda muzorli, bu ham yanadi. MDFdan ishlangan освещение bilan bordyurlar, laminatlar do'stlar. Eng qimmatbaho sifatlisidan olib o'rnatilgan bo'ladi. Bu yerda katta spalnini qo'yib qo'ysangizlar, nashnoy fonarchiklardan ham bor. Ko'rishingiz mumkin, yaqindan ko'rsatamiz. Nang do'stlar. Ajoyib, bu yerdan shu shestikrayni uslubda endi oila uchun kerakli narsa kodini aytib ketadilar inshaalloh. Safe. Inshurda shu joyni olganlarga duolarimiz, pachka dollarlarni qo'yib qo'yaysizlar. Tak, yurtdoshlar, inshurda spalnimizdan kerak narsa. Katta sanuzel ko'ringlar. Nechta bahasini so'radimi? Do'stlar, platensa сушитель, unitazi, vannasi, rakovinasi, smesitellardan e'tibor beringlar. Ajoyib patologlarni zo'r dizaynda tanlangan.
natijnoylar, portishkalar arka tomoniga qaragan, o'zini joyini haddini Aristondan kattasidan o'rnatib qo'yib bo'la. Kafelar ham ajoyib sifatlisidan urilgan, oyoq ostidan cho'pli pol bo'ladi bu yer. Yurtdoshlar, kelinglar, ko'ringlar. Maslahatimiz bunday joy bu bahoga $85,000 bilasizlar, yo'q. Kvadrat metr narxi yozib qoldiriladi. Детский комнатamiz. Ko'ringlar, yurtdoshlar, детский komnatadan yana сказочный dizaynda gilamlarimiz bo'ladi. Divorlardan e'tibor beringlar. Farzandlaringiz endi bu qiz bolani xonasi ekan. Yine yurakchala. Bir baxtli чувствовать etadi o'zini qiz bolaga. Shuning sharoit. Nima deysizlar do'stlar? Jaluzilar ham ajoyib bundan ko'p qo'yibdi ekanlar. Gap yo'q, ko'rishingiz mumkin. Tak, bu yerda isitish tizimlari bor. Xonamiz. Oynasi ham bor, jaluzi bilan beklanib turibdi. Patologlar ham ishlangan, aytib o'tadi. Shuning chiroyli dizaynda. Kuzatishni davom etamiz do'stlar. Videomizni yakunida aytib o'taylik. Like'larni bosib o'tirgan, bizlarni podдержка qilib o'tirganlar bizga haqqingizda duodamiz. Chunki sizlarni like'laringiz bilan joylarimiz sotilib turibdi. Sotuvchilar ham manfaatlanib turibdi. Bizlar ham chetda qolmay turibmiz. Alloh taolo hammangizni ishlaringizga baraka bersin. Uyli joyli bo'linglar. Musofirdagilar aynan yaxshi fikr bildiruvchilar. Alloh sizlarni ham shunday joylar bilan silasin. Zo'r, qarang. Yan tomonlar отдельный dizaynda aboylar tortilgan. Ham high-tech uslubda. Biralar ham ajoyib, o'zimni solqimi deyim. Patologlar ham zo'r. Laminatlar ham ajoyib. Yurtdoshlar, videomizning yakunida sizlardan shu like'larni so'radik. Bosinglar, kommentariyada yaxshi fikrlar bildiringlar. Narxini aytib o'tdik, $85,000. Mulk egasi bilan bog'laymiz. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. O'zi bilan prямо sotuvchi bilan, uyning egasi bilan bog'laninglar, savdolashinglar, kelishtirib olinglar do'stlar. Hamma joyni olinglar demaymiz. Aynan shu joyni sotib olinglar, chunki bu joyimiz o'zim yashayman deb chunki bu joyimiz o'zimiz yashaymiz deb chiroyli, sifatli, качественный qilib qurilgan bo'ladi. Salomat bo'ling. Narxi ekranda yozilib turibdi. Aluvchilarga nasib etsin. Keyingi videolarda görüşünce xayr. Reklama xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin.